Assalomu alaykum. Bugun men ma'muriy huquq fanidan 5-vazifani prezentatsiyasini himoya qilib bermoqchiman. Boshlashdan oldin shuni aytish kerakki, men ikkinchi vazifada O'zbekiston Respublikasi va Argentina davlati o'rtasidagi davlat xizmatchilari mavzusini yoritgandim va o'zaro tahlil qilib bergandim. O'shaning uchun men bugun O'zbekiston Respublikasi va Argentina o'rtasidagi o'sha davlat xizmatining ayni bir ma'lum bir sohasi bo'yicha tahlil qilib bermoqchiman. Ya'ni bu qaysi degan javobga O'zbekiston Respublikasi va o'sha Argentina davlatdagi sog'liqni saqlash sohasi. Xo'sh, boshlash uchun maqsaddan boshlasak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi va Argentinadagi o'sha sog'liqni saqlash tizimlarining huquqiy o'sha va tashkiliy va amaliy jihatlarini o'sha ko'rib chiqamiz keyingi slaydlarda. Va tahliliy yo'nalish ham maqsad bilan deyarli bir xil. Keyingisi tarkib huquqiy asoslar, tuzilma, huquqlar, samaradorlik, fuqarolar huquqlari, ya'ni o'sha taqqoslanishi. Huquqiy asoslar va qonunchilik. Oldingi slaydda aytganimdek, qonunchilik ikkita davlatni solishtirishdan oldin, ya'ni o'sha boshlash uchun qonunchilikdan, ya'ni o'sha sohadagi davlat xizmatchilarini o'sha ma'lum bir vakolat va huquqlarini ta'minlab beradigan va ular bo'ysunish majbur bo'lgan, ya'ni qonunlardan boshlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'sh, qonunchilik asoslari O'zbekiston Respublikasi uchun asosiy bo'lgan O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi konstitutsiyasi va ikkinchidan 2022-yilda qabul qilingan, ya'ni ÖRQ 788-sonli qonuni, davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun va 2021-yil O'zbekiston Respublikasi bu ham qonuni 683-sonli adashmasam, ya'ni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonuni. Keyin markazlashgan boshqaruv. Aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda markazlashgan boshqaruv tizimi mavjud, ya'ni o'sha sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha. Nimaga Argentinada keyin ham aytib o'tamiz, nima qilib Bafurja ularga federal hisoblanadi. Xo'sh, islohot, majburiy tibbiy sug'urta joriy etilgan, ya'ni etilmoqda deb ketgan, etilgan, ya'ni 2019-yilda O'zbekiston bo'yicha bu. Argentinada asosiy qonun konstitutsiya hisoblanadi ularga ham 1853-yilda qabul qilingan. Keyin esa Salud Publica, Ley de Empleo Público, bular esa ya'ni o'sha sog'liqni saqlash sohasidagi qonunlar keyingi nimada turadi, konstitutsiyadan keyingi o'rinda turadi. Xo'sh, federal tuzilma hisoblanadi, viloyatlar esa mustaqil boshqaruv huquqiga ega. Ya'ni 53 ta viloyat va bitta o'sha shahar mavjud. Ya'ni 54 ta hisoblanadi, har bittasi mustaqil hisoblanadi. O'sha misol pandemiya yoki o'sha biron bir jiddiy masala ko'tarilmasa, mana bu federal tuzilma, ya'ni o'sha ishiga aralashmaydi, ya'ni mustaqil viloyatlar. Prinsiplar: universal qamrov, tenglik, davlat xususiy hamkorlik. Bizga esa O'zbekistonda huquq daxlsizligi, ya'ni sog'liqni saqlash huquqining daxlsizligi, adolatlilik, korrupsiyaga qarshi kurash. Xo'sh, shu yerda aytib o'tish kerakki, nimaga Argentina davlatida korrupsiya ancha jiddiy muammo. Oldingi ikkinchi vazifada ham aytib o'tganman. Chunki siyosiy o'sha nima, ya'ni ishga kirish chog'ida
va boshqa holatlarga siyosiy ta'sir kuchli bo'ladi ularga. Bizda ishga kirishga ochiq tanlov asosida, malaka asosida bo'ladi. Taqqoslash uchun O'zbekiston yagona qonunchilik, markazlashgan nazorat, Argentina esa federal xilma-xillik, ijtimoiy sug'urta ustunligi. Bu asosiy, ya'ni esda tutish kerak bo'lgan ma'lumotlar. Tashkiliy tuzilma. Davlat xizmatchilarining tuzilmasi. O'zbekistonda markaziy, ya'ni iyerarxik tartibda vertikal asosda bo'ladi. Markaziy, ya'ni vazirlik, Sog'liqni saqlash vazirligi va aynan moliyalashtirish ishini ham o'sha vazirlik amalga oshiradi. Keyin mahalliy, viloyat, tuman boshqarmalari. Ya'ni bu nima degani? Tibbiy muassasalar, ya'ni viloyatlar va tumanlardagi o'sha joylardagi tibbiy muassasalarni shular, ya'ni ularga javobgar bo'ladi. Xodimlar, shifokorlar, hamshiralar qisman xususiy sektor, ya'ni qisman xususiy sektor degani boya 2019-yilda qabul qilingan ijtimoiy sug'urta, ya'ni xususiy xodimlar, shifokor va hamshiralar xususiy sektorga ham ishlashi mumkin. Ya'ni davlat xizmatchilari hisoblanadi. Vakolatlar, bepul yordam, profilaktika, sog'lom turmush tarzi, ya'ni profilaktika deganda shu sog'lom turmush targ'iboti. Argentinada esa aytib o'tganimizdek federal hisoblanadi. Milliy dasturlar, vaksina, epidemiyaga qarshi, ya'ni bu faqat federal nimaga tegishli. Viloyatlar mustaqil kasalxonalar boshqaruvi, xodimlar esa federal, viloyat boshqarmalari, kasaba uyushmalari, ya'ni kasaba uyushmalari Argentinada O'zbekistonga qaraganda ancha kuchli hisoblanadi. O'shaning uchun ularning oyligi bizga qaraganda ancha yuqori va huquq va erkinliklari ancha himoya qilinadi xodimlarning. Vakolatlar, tibbiy xizmat, ijtimoiy sug'urta qamrovi. Taqqoslash uchun O'zbekiston markazlashgan, Argentina viloyat mustaqilligi. Aytib o'tganimdek. Huquqlar va majburiyatlar. Ya'ni vakolat bor ekan, majburiyat ham bo'ladi va huquq, xizmatchilarning huquqlari va majburiyatlari. O'zbekistonda bilamizki, ish haqi, ta'til, ijtimoiy himoya va pensiya yoshiga yetgandan keyin pensiya, majburiyatlar, qonuniylik, adolatlilik, korrupsiyaga qarshi kurash, cheklovlar, tadbirkorlik, sovg'a taqiqlanadi. Bu ketib qolgan, uzr. Cheklovlar, shu mana bu majburiyatlarni asosan aytsak bo'ladi. Menimcha cheklovlar, bu sohaga cheklovlar yo'q. Maxsus etika kodeksi, shular test. Bu o'sha anavi to'rtinchisi esa maxsus o'sha nima majburiyat desak bo'ladimi? Malakani oshirish. 3 yilga test. Argentinada esa huquqlar, barqaror ish, pensiya, kasaba uyushmalari. Xo'sh, kasaba uyushmalariga a'zo bo'lish, majburiyatlar, sifatli xizmat, xolislik va o'sha xizmat nimasini bajarish majburiyatini. Cheklovlar, siyosiy faoliyat taqiqlanadi ularga. Maxsus kasaba uyushmalari himoyasi. Taqqoslash uchun O'zbekiston qat'iy nazorat, Argentina kasaba uyushmalari roli. Ya'ni qat'iy nazorat deganda yuqori, ya'ni boya aytganimdek, markazlashgan tizim bo'lgani uchun qat'iy nazorat. Argentinada kasaba uyushmalari. Xizmat samaradorligi. Ya'ni bu ham juda muhim. Sog'liqni saqlash tizimi samaradorligi deganda O'zbekistonda moliyalashtirish muhim rol o'ynaydi. Moliyalashtirish o'sha markazlashgan bo'lgani uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yetarlicha ishlab chiqarib ta'minlanadi. Ya'ni davlat, xususiy sektor, ya'ni xususiy sektor bizga rivojlanmoqda. Argentinada esa o'sha rivojlanib bo'lgan. Muammolar.
Muammolar esa bizga resurs bilan muammo bor. Ya'ni chekka hududlarga, ayrim hududlarga resurs yetishmovchiligi hali ham mavjud. Islohotlar elektron sog'liqni saqlash JSST hamkorligi, ya'ni elektron sog'liqni saqlash o'sha 2019-yilga bu ham joriy etildi. Argentinada esa tarmoqlar davlat, xususiy va ijtimoiy sug'urta mavjud, 3 xil. Aynan ijtimoiy sug'urta esa o'ta rivojlangan boshqalariga qaraganda. Muammolar budjet tanqisligi, iqtisodiy inqiroz. Ya'ni beqarorlik ularga yuqori, chunki har xil viloyat va har bittasi mustaqil bo'lgandan keyin tabiiyki budjet tanqisligi kelib chiqadi. Afzalliklari esa federal dasturlar samarali. Taqqoslash. O'zbekiston resurs cheklangan, raqamlashtirish esa o'sha rivojlanib bormoqda. Argentina iqtisodiy beqarorlik. Fuqarolar huquqlarini ta'minlash. Kafolat Konstitutsiyada va qonunlarda keltirib o'tilgan xizmatlar, bepul xizmatlar mavjud, lekin bepul xizmatlar soni cheklangan. Ya'ni bu nima degani? Avvalambor o'sha xizmat turiga qaraladi. Misol tashxis bo'ladi, davolash yoki o'sha ya'ni qaraladi, lekin kafolat bor, lekin cheklangan. Xizmatlar bepul, lekin cheklangan. Aytganimdek, harakatlar huquqiy ma'rifa dasturlari. Huquqiy ma'rifa dasturlari ya'ni ishlab chiqarilmoqda. Ya'ni yo'lga qo'yilgan. Bu o'sha fuqarolarga huquq erkinliklarni yana ham chuqurroq bilib olishlariga turtki bo'ladi. Argentinada esa kafolat konstitutsiya, salud publika va xizmatlar, bepul davlat xizmatlari ularga ham mavjud. Ijtimoiy sug'urta keng. Maxsus ayollar va bolalar dasturlari. Ya'ni qanaqadir zo'ravonlik ayollarga nisbatan shularni ham ko'rib chiqadi bular. Taqqoslash. O'zbekiston resurs cheklangan, Argentina universal qamrov. Sifat Notex. Xulosa. Xo'sh, xulosa qilib aytganda, O'zbekiston markazlashgan yangi islohotlar ishlab chiqarilyapti kundan kunga. Resurs lekin hamon cheklangan. Ya'ni sifatli, ya'ni malakali kadrlar va o'sha kerak bo'ladigan texnika yoki jihoz deymizmi, shular cheklangan deyilgan resurs deganda. Umumiy jihatlar esa fuqarolar huquqlari, ya'ni kelajakda ya'ni O'zbekiston raqamlashtirish va xususiy sektorlar rivojlanib bormoqda. O'zbekistonda, Argentinada iqtisodiy barqarorlik, ya'ni infratuzilma ularga rivojlanib borayotgani sabab shuni oldini olsak, ya'ni ular oldini olsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz ulardan o'rganadigan narsamiz iqtisodiy, ya'ni ular ancha bizdan ko'ra sifatli tizimga ega, lekin korrupsiya va o'sha ayniqsa korrupsiya juda avj olgan. Nafaqat aynan bu sohaga, sog'liqni saqlash sohasiga, boshqa o'sha davlat xizmatlariga ham, davlat xizmatchilari o'rtasida korrupsiya bizga nisbatan ularga kuchli. Bugungi o'sha prezentatsiyam shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.